Assalomu alaykum. Ko'rpa to'shaklaringiz eskirdimi? Ularni yuvish qiyin, ranglari ham zamonaviy, uyingizning remontiga to'g'ri kelmayapti. Qizdan sizga ajoyib yechim bor. Dak matosidan ko'rpacha chexollar. Chexollar zamokda bo'ladi. Xohlagan vaqtingizda yechib yuvishingiz mumkin. Va yana eski ko'rpalaringizning paxtalarini qayta ishlab, qavib, ustidan bizaning qulay, ishlatishga oson, sifatli, zamonaviy chexollarimizni tikib beramiz. Ko'rpachalaringizning bo'yi enini o'lchab, direktdan yozing. Men sizga chexol narxini xohlasangiz paxtasi bilan birga hisoblab beraman. Ha, aytgancha, ko'rpalar uchun faqat va faqat toza paxtalar ishlatiladi. Ko'rpachalarim sifati borasida savollaringiz bo'lsa, bemalol ko'rpachalarimdan olgan odzivlarimni kirib o'qib ko'rishingiz mumkin. Mamnun klientlarimdan juda ham ko'p odzivlar bor. Sizdan zakaz qilish, bizdan esa sifatli mahsulot yetkazib berish qoldi xolos. Bemalol kommentariyada o'z fikrlaringizni yozing. Savollaringizga albatta javob beraman.